Davlatimiz rahbarining oliy ta'lim yo'nalishidagi islohotlari Farg'onada latviyalik hamkorlar bilan ta'lim yo'nalishidagi hamkorlik samarasi yana bir karra bo'y ko'rsatdi. Farg'ona shahrida Latviyaning axborot tizimlari menejmenti oliy maktabi filiali bitiruvchilariga diplom topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda mahalliy va xorijiy mehmonlar, ota-onalar hamda bitiruvchilar, o'qituvchilar ishtirok etdi. Mazkur filialda yoshlarga biznes boshqaruvi, turizmda biznes boshqaruvi va axborot tizimlari yo'nalishlarida bakalavr va magistratura bosqichlarida xalqaro talablarga javob beradigan bilim va ko'nikmalar beriladi. Tadbirda so'z olganlar ham uning o'ziga xosliklari borasida to'xtalib o'tdilar. В сфере образования наше сотрудничество ta'lim yo'nalishidagi hamkorlik aloqalari yuqori darajalarda taraqqiy etmoqda. Ushbu universitet faoliyati bilan cheklanib qolmoqchi emasmiz. Yaqindagina Latviyada O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari rektorlari uchun anjuman tashkil etildi. Vakiliusdagi hamkorlik aloqalari bo'yicha bir qator rejalar belgilab olingan edi. Uning doirasida bugungi kunda O'zbekistondagi universitetlarga tashrif buyurib, kelishuvlarga erishyapmiz. O'ylaymizki, bu O'zbekiston yoshlari uchun dunyoga yo'l va bilimlarni boyitishga yangi imkoniyatlar sifatida xizmat qiladi. Universitet bitiruvchilari olgan bilim va tajriba bilan nafaqat yurtimizda, balki xorijda ham o'z kasbiy yo'lini davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Сам холдинг филиала существует более 30 лет. Holding o'zi 30 yildan ortiq vaqt davomida mavjud bo'lib, Yevropaning bir necha ta'lim muassasalari O'zbekiston va Qozog'iston davlatlari bilan hamkorlikda faoliyat olib bormoqda. 2018-yilda bildirilgan ishonch uchun O'zbekiston Respublikasi hukumatiga minnatdorlik bildiramiz. Yana shuni ta'kidlashim lozim. Ushbu filial diplomi bilan bitiruvchi nafaqat O'zbekistonda, balki xorijiy davlatlarda ham faoliyat yuritishi mumkin. 2024-yilda universitet Yevropa ittifoqining ta'lim dasturlari akkreditatsiya jarayonidan muvaffaqiyatli o'tib, Farg'onadagi yagona xalqaro akkreditatsiyaga ega xorijiy universitetga aylandi. Farg'onada o'tgan diplom topshirish marosimi hayajonga boy bo'lib, bitiruvchilar hayotida yangi sahifa ochdi. Hurmatli prezidentimizning mana bugun yoshlarga keng ko'lamli islohotlari natijasi va yoshlarga ajratilayotgan bilim va tajribalar va oliy ta'lim muassasalariga kirishlarda yana ham bir keng va ko'lamli islohotlar olib borilayotgan natijasida mana bugun Latviya davlatining ISMA universitetini Farg'ona viloyat filiali magistranti bo'lib tamomladik. Bugun juda ham o'zimga bo'lgan xursandchilik, o'zimga bo'lgan ishonch yana bir yuksak marralarga erishish va O'zbekiston Respublikasi sidqidildan xizmat qilish yana bir mas'uliyatiga ega bo'ldim. Tadbir yakunida diplom egalariga kelgusi faoliyatlarida omad tilab, ularning yangi g'oya va tashabbuslari mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishiga ishonch bildirildi.